Motoblokda zo'ri kerak degan akalarimiz shu mana. Mini kultivatorlar ichida, hamda oddiy motobloklar ichida zo'ri shu bo'ladi. Bundan zo'ri u zubr motor bo'lib ketadi. Bu 195 salarkali bo'ladi. Eng zo'ri shu bo'ladi. Nima uchun zo'ri deyapman? Sababi videoni oxirigacha ko'rib, like, podpiska bosib qo'ying. Hozir tushuntiraman. Buni roli gidravlika. Belidan ajraladi. Roli ham yumshoqqina rol mana. Hali bu moy qo'yib narsa qilmaganmiz. Tayyor qilingan. Zavodskiy rollari qo'yilgan keladi. Soni chegaralangan, bir dona qolgan. Oldindan aytib qo'yaylik. Sifati zo'r varianti, balonlari ham klass. Reduktorlari ham qalin reduktorlardan qo'yilgan, juda baquvvat reduktorlardan. Orqalarda qishloq xo'jaligi uchun vomlar qo'yilgan, korobkasiga moy solinadigan varianti. Orqasiga men arava qo'ysangizmi yo bir narsani tortasizmi, hammasiga ishlatsangiz bor. Orqasida ham bor, oldida ham bor. Oldida ham tortsangiz bo'ladi. LED farali varianti hisoblanadi. Fara 4 ta farasi bor. Komplektatsiyasida 5 qator, 10 qator frezer bo'ladi. Undan tashqari temir balon, 2 ta temir balonlari bo'ladi. Kirlolari, kulishlari bilan komplektatsiyasini qilib beramiz. Bu motoblogimizda zo'r taraflari arqa balonlarini bemalol bo'lsangiz bo'laveradi. Sifati zo'r. Skorslari 1, 2, 3 ta skorsi bor. Neytralka zadniy skorslardan iborat bo'ladi. Kalitda zavod oladigan varianti, kalt akkumulyatorda. Bemalol o'tirib, mana ketayotgan vaqtingiz orqadan ham boshqarsangiz bo'laveradi gazini. Cho'p qilib, maza qilib ishlatadigan varianti. Sifati zo'ri degan akalarga motoblokni zo'rini olaman. Menga puli qiziq emas, sifati qiziq degan akalar uchun jo'natib qo'yinglar. Like va podpiska bosib qo'ying. Bunday motobloklar har joyda ham yo'q.